Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, quruvchi akalarimiz uchun, noturarjoqda yurgan obunachilarimiz uchun bitta zo'r joy topib qo'ydik. Manzilimiz Farg'ona shahar Kirgili Shodlik masjidining shundoqqina oldida, katta yo'lda bo'yida, mana ko'rib turganlaringdek, lokatsiyasi juda ham zo'r joyda joylashgan. 8 sotilik to'rxona qurilishi ham bor. Quruvchi akalarimiz uchun juda ham zo'r lokatsiyada. Xohlovchilar dom qurib sotsalar ham bo'ladi. Shu joyimiz bog'cha bo'lgan, xohlovchilar olib bog'cha ham qilsa bo'ladi, o'quv markazi qilsa ham bo'ladi. Binomizning tashqi ko'rinishi. Ichkariga kirganimizda to'rt xonali xonalari ham bor. Bu tomonda o'zining sanuzullari, kommunallarda hech qanaqa muammo yo'q. Orqa tomoni silangan zonasi. Ikkita dom bemalol tushadi. Kommunallardan gaz, svet, suv, kanalizatsiya ham bor. Muammo emas. Pullari ham kelishilgan holatda juda ham zo'r narxda ekan. Ushbu joyimiz uchun 120 ming AQSh dollari narx so'rashyapti. Ozmoz kelishilgan holatlari ham bor. To'liq ma'lumotlar uchun pastda telefon raqamlarimizni qoldirib o'taman. Telefon qilib bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Atrof tomonda domlardan ancha qochgan orasi bor.